Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilarimiz. Navbatdagi zakazimiz ham bitdi. Shunday kuxni mebel taxlayapmiz. Ko'rishingiz mumkin, mokriy svet bilan o'rtalarini moroshniy svetda ishlayapmiz. Stollarni oq qilib, rossiyskiy stoldan qo'yib beramiz. Fartuqlarni ham o'zining svetida qo'yib taxlab berganmiz. Telerni podsvetkalarni qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin. Gaz plita, yutichka va kir mashinalarini o'rnatib berganmiz. Mikronovka, banchetda esa propan balon uchun Ko'rishingiz shunday tonusga taxlab berganmiz. İçində boyoqilgan bilinmaydi. Bu yerda full moykalarni qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Filtrlari, graduslarni hammasini ko'rsatib turadi. Yan tarafında ise musul idishlarni ham qo'yib taxlab berganmiz. Bez ruchka variantda ishlayapmiz. Şu 3 metr oldu uzunluğu, 9 milyon sonra bitken aşağı mevliniz. 1 metrini 3 milyon sonra işlep berganmiz. Şimdi olib chiroyli bo'lib chiqdi beni. Telerni podsvetkalardan qo'yib, chet ketib taxlaymiz. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizdan murojaat etaverasizlar. Shunday mebel, kuxni mebel qarab yurgan tanishlaringizga shu videoni yuborib qo'ysangizlar, ular uchun ham foydali video bo'ladi. Tanlovda adashmanglar. Подписка, like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarni o'tirib ko'ramizlar.